chiqqandan keldingizmi? Omon bo'ling, omon bo'ling. Men aytdim narx baland deb. Boshqa viloyatdan ekansizlar, nomerga qaramaman, uzr lekin 30 ekanda. Oldi kapot sepilgan, kirlo sepilgan. Kirloni gramatikasini ko'ring-da bitta. Mana kirlo qo'yilgan. Hozir. Bilasizmi kraskalarini? Qo'yganda shu Ha, bu kirlar ham qo'yilgan, kapot ham aniq qo'yilgan. Shuni bittaga Shuni ochib. ko'rdim, kapot qo'yilgan. Arqa butun arqa. Qarang, kapot, krilo, uslitr qaradim, kraska. Kapot qo'yilgan, Xitoy kapot turibdi. Ikkita kirlo, u kirlo bitta detal qo'yilgan bo'ladi. Omon bo'ling-da. O'ng tomon polnisda. Nima bu? Kraska hisobida polni kraska. Bo'l to'xtang, aka boshqacha bo'lib qolyaptilar. Achkadan ko'raman, hozir ko'zlari yosh to'ldi. 20% degan-da. Yo, 20% degan ekan, shunga sal gapga shunga. Arqa butun ekan. Mayli. To'g'ri aytgan, 20% radno joyi bor degan. Balki noto'g'ri gapirgan. Tom radnoymi? Tom. 80%. Tomradni, tom Tom stoyka radnoy. Tomlari yaxshi turibdi, tom. Oldi ham kraskadan, lekin ichi yaxshi turibdi. Bunda strashniy avariyni holati yo'q. O'sha uchun bir 20 deganda, strashniy joy bo'lmasa. Ismingiz nimada, aka? Shuhrat aka, keling bunda. Yo, tushmaysiz, video tushmaysiz. Men savdo qilay, qo'lingizni bir ushlab. Ya, men bunda engga savdo qilish qiyin-da, aka, men ham. Men bu issiq, qarang, natur tushunmay, men bu issiq kapotingiz. O'zi havo issiq. Hozir men bunday qilib kapotga shuab qo'yamiz. Olmaydi videoga. Umuman ikkovimizni olma bo'ldi. Bo'ladimi, aka? Ben sal men ham qulayroq his qilib, komfortroq savdo qilay deyman-da. Nech pul deysiz? Kelishtirayting, olaman. Bo'layotgan guring aytayim, konditsioner ishlaydimi, xo'p? Ishlaydi, ha? Mayli, mehmonsiz. Lekin qo'shmayman, qo'shdimmi? Bo'layotgan savdo qilaman. 1 so'm, yarim so'm baland bo'lsa, baland qarshinikidan past savdo qila olmayman. Chunki sizlar tomondagilar hali undan narxlar uncha ko'nikmayapti-da. To'g'ri tushyapti, sizlarga ham tushyapti narxlar. Endi bizga chali emas. Instagramdan ko'rib borayotgandirsiz, amaki faolsiz bari. Bo'ladi desangiz mayli, mayda chuydasiz 35 million beraman, qoson olib qolaman. 10 turli uchun so'radim. Yili yaxshiroq, sal. Eski motor. Bering olaman, 35 million naqd pul. Siz ko'nglingiz 40 lab bo'lib kelganmi, nima balo? 50 lab bo'lib keldi. O'zini nech bilyapsiz? 50 bo'lsa sizdan beraman. Oh. 50 ga biza ne? 18, 17, keyin yangi motorga, o'shalar olsa eski motorda bu. Bunday tortmaydi, amaki. 50 lab bo'lsa keladi. Yo, balandroq olib qo'yardingizmi? Balandroq olasiz, o'ziga balanga turib. Bu xislatingiz yoqdi, lekin aytmaslik xislatingiz. Qisqasi siz 40 dan pastga gaplashish foydasi yo'q, to'g'rimi? Men endi qo'shish niyatim yo'q-da. Endi hozir men xarakteringiz bitta ikkita gapirayotgansiz, kam gapirayotgansiz, lekin bo'layotgan gapni gapiryapsiz-da. To'g'risini aytyapsiz mana. Eng yaxshi ko'rgan narsam ko'p kishidan nech pul olgansan desam, dodlab aytib ketadi-da. O'sha xislat yo'q ekan. Bu ham yaxshi narsa-da, aka. Yaqinga olib turib aytgisi kelmadi, menga yoqdi shu. Mayli, men harakat qilaman olishga, lekin o'zi 35 baland so'radim, jon aka. Endi sizningcha past, mening uchun baland. Qochgan ham Xudo deydi, quvgan ham. Men sizdan xafa emasman, siz ham mendan xafa bo'lmang. Lekin bir narsa, aka, uzoqdan kelibsiz. Omon bo'ling. Hurmat, e'tibor uchun rahmat. Qarang, nech pul qilib bera olasiz? 50 dan pastga beraman. Ha, siz o'zi 50 dan pastga bermayman deyapsiz. Yo'q, aka, men ishim shu-ku. Uning uchun uzr so'ralmaydi. Men ishim shu. Men bugunlik kunga endi to'g'risi hammani men 90% mashina ola olmayapman. O'zi 60%, 70% kelgan mashinada olaydim. Hozir 90% ola olmayapman. Undan xafachilik joymi, ishim shu. Hozir to'g'ri keladi, mana qarang. Xafa bo'lmang, bir narsani tushuntiray. Bo'ldi, aka, 1 million o'tib beringsan, berasiz. Yo'q, hadeb turing. 49 yoki men hayotga olmayman-da, siz berasiz baribir. Ikkita guring qilaman, uchta guring qilaman, olaman. Keyin men bu yoq oldi deyli-ya. Eng qizig'ini aytaymi, men shuni 49 ga o'zimga ravo ko'rmayman. Men bu odamga ham ravo ko'rmayman. O'zimga ravo ko'rmaganini birovga ham ravo ko'rmayman. Narxlar ko'tarilib ketishi ham meni 100% qarshi odam kim desam menman. Qo'ymayman. Agar pulga qiziqayotganimga hozir ayno Gentrani ham olachiydim, buni ham olachiydim. Shu kungacha kelganman 10 ta mashina ko'rgan bo'lsam, 10 ni ham olaydim. Odamlar bari mendan oladi. Akmal aka oldi-ku, arzon oladi.
kraskasini ko'ra oladi deb ham qiziqib qoladi, lekin keragi yo'q. Men pulni olg'aynisi emasman. Narxlarni tushish tomoniman. Men 2 oydan beri kuzatyapman, bilaman. Xo'p, bilar ekansiz. Nima bunga 50 million deb narx qo'yapsiz? Endi shu ko'ngilga keldi. Ko'ngilingizga bir 35 lar kelmayaptimi? 35 tiqib bo'lmaydimi o'sha 50 ni olib taylar. Aka. Spark bugun savdo qilganman, qiziqib savdo qildim-da. Bugun ichidan birinchi marta Spark savdo qildim. Balan aytib qo'ydingiz. Ancha baland. Kelishtirib bering. Korobkalarni yo'g'ini almashtirmagansiz hozir. Qarang, men ismingiz nima edi? Ha, Shuhrat aka. Shuhrat aka, qo'shmayman emas, qo'shaman mayli. Yurmayman emas, yurayman aka. Faqat bir narsa. Jon aka. Ko'pala qo'shib yurolmayman, to'g'ri tushuning. Savdoni to'xtatish niyatim yo'q, qo'shib so'rash niyatim bor, lekin siz bera olasizmi? Siz o'zingiz keskin gapiryapsiz. 50 man bunday. O'sha uchun men qo'sha olmayapman-da. Adashib ketmayapsizmi? Balkim 40 dir ko'nglingiz. Boyagi joyga bir qarang, 40 turibdi yonida. Keyin afsuslanmang. Keyin afsuslanmang. Yo'q, 40 desam ham bo'ladiki, nima bu gapni aytmadim deb. Shuhrat aka? Aka. Qisqasi Shuhrat aka ham shu didlari menimcha, agar to'g'ri bo'lsa ha deng, noto'g'ri bo'lsa yo'q deng, xafa bo'lmayman. Didiz menimcha shu 40 ga sotish ko'nglingiz o'zi yo'q. 40 dan balandroq, 50 ga yaqinroq yoki 45 shu atroflar siz ko'nsangiz ham shunga ko'nasizda. Undan ag'a menimcha sizni ko'ndirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Shu aka o'tib ketsa. Ko'nglingiz shunday hozir, shunday. Keling. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Tinchmisiz? Zo'r, o'zingiz tinchmi? Omonmisiz? Qayerdan keldingiz? Mana qaranglar, hozir bulbulchi uchib chiqadi. Oldin yoshligiga shunday deychiydi-da. Bo'ldi, chatga bo'ldi. Akajon, bir og'iz mana aytdilar, yo'q nima. Ya, aka. Bemalol. Qanday polvon? Salom tushasan. Shuhrat aka. Nima qilay? Mayli, sotilsin mashinangiz. Bir 45 million deb aytib ko'ray ham, kimdir olsa ko'rsin. Avtomatga bari egasi bordir, menga to'g'ri kelmadi degani, sota olmaysan degan joyi yo'q. Timbol uzoqdan kelgansizda, meni o'sha yoqdan hurmat qilib kelibsiz, men uchun bir qadam taylaganmisiz, Alloh 1000 qadam qilib qaytarsin. To'g'risi-da. Hurmat qilganda men ham o'zim ham juda hurmat qilaman. Shuhrat aka 45 million deb aytib ko'ray ham, nima qilay? Nech pulda aytib ko'ray, xo'p, 50 juda baland. O'zingiz hisob sari biror nima o'tib, mayli Akmaljon, shunchada aytib ko'ring deb aytib ko'raman. Avtomatga balkim kimdir olar. 50 yo 50 dan 50 demay shu Shuhrat aka. Rosti. Keling, mayli. Meni ham bir xususiyatli gaplarim bor-da. Shu 50 baland desam, baland deb tura olaman-da. Hech bo'lmasa bir 49 ham deb ko'ray, menga pulingiz kerak emas. Men ola olmayman. Oluvchi bo'lsa ko'rsin. Endi 50 qarang, magazinga kirsangiz ham 99 so'm deb yozib qo'yadiki, 1000 so'm desa baland eshitiladida. Xuddi o'sha uchun aytaman. Hech narsa bir 49 million deb ko'raylik. Mayli, Shuhrat aka, menga pulingiz kerak emas. Olgan odam o'zingiz bilan gaplashib chiqib, dokumentini qilib beravering, roziman, pul so'ramayman aka. Xo'p, yana 1 million arzon qilib aytsa bo'ladimi yo'q? Endi bo'lmaydi. Xo'p. Xo'p, Shuhrat aka. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2014 Spark avtomat. Kraska, radnoy joylarni aytib o'tib ketaman. Tomir radnoy, 4 ta stoyka radnoy, eshiklarning yuqorisi radnoy ekan, bilishimcha. Ha, shunday-da. 49 million so'm bo'lsa beraman deyaptilar. 49 millionga bereganlar. Avtomat korobka, mexanika emas, shunisiga chalkashib qolmanglar. Agar kimgadir to'g'ri kelsa, ko'rsin, kalsanacha ishlagan. 49 million meni egani o'zidan olaveringlar, menga pullaring kerak emas. Agar kimgadir to'g'ri kelsa, Shuhrat aka yurgani qanchadi? 186 ming yurgan ekan. 2 yur ekan emas, bo'ladi. Yillar nisbatan probeki ham yaxshi. Kraska 70% kraska, 70%. 30% radnoy. Mayli, endi hozir men savdo qilgim kelyapti. Shuhrat aka ko'rinib turibdi, mendan ancha kattalar. Hozir ezib qo'ymay, bermagan narsalarga majburlab qo'ymaydi deyapman-da. Savdoni bir halollab qilaman deb, bu yerda jig'at yeb qo'ymay. Mehmon dedi. Ha, mehmondasiz. Hadeb qaytaruvdi ekan bir gapni degan gap yomon. Mayli, olaman, Shuhrat aka, bunday. Qarang.
pastga urmayman molingizni. Siz uchun pastga urganda tuyular, lekin men uchun baland bo'lib ketyapti. Aytdim, nima uchun ishlatganimni ham aytdim, aka. Men ja pulni bir quvdan quvalab ketidan yuradigan yigit emasman. Eng yomon narsa boy odamni ayaqqa javob berish qiyin bo'ladi. Puli ko'p har bir narsasiga javob beradi, aka. Hattoki boshingizdagi do'ppiga ham javob berish joyi kelib qoladi. O'shuning uchun ko'p kishi aytaman, bu dunyoda mol-mulkka berilma. Abadiy yashashning ilojisi o'zi yo'q. Bir gunohdan oyoqqa borib, meni bir pachka, mana bu gunohimdan kech deyolmaysiz. Jon aka, mayli soting, endi foyda ziyon ikkovi yonma-yon. Shunday. Ko'p bala pul top, ishi zo'r bo'lgan paytda ham xursandchilikdan yurak yorilib ketmaganki, sal ziyon ko'rayotgan paytda ham o'sha narsa o'shanda bo'lmasligi kerak. Aslida men mashinangizni olaman Shuhrat aka. Gap yo'q. U pulga ola olmayman. Agar yurakdan kechib bir guring aytaman, bersangiz olaman. O'zi unday so'rash niyatim yo'q edi. To'g'risi 35 so'raganimga men ham bunday qaramanman-da, men mexanika deb o'yladim-da. Avtomatlikni keyin bildim, rechayt bunday qaragandan keyin ko'rindi. Endi odam ko'p aylanib qara olmayman mashinalarga ham. Balkim past, balkim baland so'rayotgandirman, lekin shu kunlik kunga shu mashinani eng baland narxini aytaman. To'g'ri kelsa bersangiz olaman. So'rab ko'r desangiz so'rab ko'raman. So'rayotma desangiz so'ramayman. To'g'risini aytaymi? Ha, to'g'risini ayting. 49 dan pastiga bo'lmaydi. Ha, so'rayotmay, to'g'rimi? Men yaqinroq qilib so'ramoqchiman, lekin so'rab ko'r, mayli, balkim ko'nglimdan kechib berarman desangiz so'rayman. Shu uchun aytyapman, Shuhrat aka, mehmon odamsiz. Qiynab qo'ymang. Tushundingiz? Akmaljon, 49 dan pasti. Xo'p, qapachilik yo'q, mendan sal baland ekan bu. Hozir endi shunday bo'lib qoldi. Xo'p, kelishtiraman, hozirroq desangiz olaydi. Mendan xafachilik yo'q, ha, mehmonsiz-da, Shuhrat aka. Xafa bo'lmang aka. Akalar ko'ringlar.